Bugun sizlar bilan elektroforez haqida gaplashamiz. Elektroforez apparati qanday holatlarda mumkin emas va qanday holatlarda qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu haqda batafsil tushuntirib beraman. Elektroforez apparati orqali bolalarimizda skolioz, lordoz, kifoz, oyoqlarida turli xil deformatsiyalarda, ya'ni X-obrazniy, O-obrazniy, valus, vargus hamda plaskoskopiya holatlarida elektroforez orqali ishlaymiz. Chaqaloqlarimizda golovkalari o'smagan bo'lgan taqdirda, unda mana shu elektroforez apparati orqali ularni o'stirishga muvaffaq bo'lamiz. Zina apparati orqali bolalarimizdagi gijalarni oson yo'l bilan tushirish imkoniyatiga egamiz. Elektroforez apparati qaysi hollarda mumkin emas? Epilepsiya, ya'ni tutqanoqda, quloqning orqa suprasiga, qon bosimini baland vaqtida, qo'ltiq ostiga, homiladorlikda, yurak yetishmovchiligida, privivkadan 3 kundan keyin, organizmda sun'iy metal bo'lganida, ayollarimizda ko'p uchrab turadigan jinsiy shamollashda, agar kista mioma bo'lmagan taqdirda mana shu nasatkamiz orqali davolasa bo'ladi.